Kapot ko'chaga chiqgan. Tushunmadim, kim o'ynamni taqlatotdi? Kapot. Ay, nima bo'ldi? Kim o'ynamisinerda? Ey, qishloqlar sizlarmi uyg'otordi? Ey, mani nimaga o'ynamisinar sizlar mani? Ey, sizlar aqlingdan olganmisizlar, hozir sizlarga ko'rsatib qo'yaman-da. Kapot ko'chaga chiqib chutirib beramas ekanmisizlar. Hozir baribir ko'chaga chiqaman, qilichimni olib sizlarga ko'rsatib qo'yaman-da. Hozir nima bo'lyapti o'zi bo'tda? Kapot bo'tda juda yomon narsa bo'lyapti. Tezroq ko'chaga chiqgan. Hozir chiqaman, sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Nima bu? Nima bo'lyapti? Bo'tda qishloqlar chiqazinglar mani bo'tdan. Ey, nimani ustidan qilasizlar? Nimani masxara qilasizlar? Ey, kapot buni biz qilganimiz yo'q. Kapot rostdan aytaman, buni bosmagan faqat bosmam. Nima bu tikonlarmi? Almaz qilichlarmi? Tushunmadim. Sizlar qildinglarmi? Albatta sizlar qilasizlar. Kim qiladi boshqa yana? Menga yana o'yin. Ey, qishloqlar nimaga bunaqa qilasizlar? Yana menga o'ynamni sindirib sizlarni to'qilayotganimda. Ey, kapot o'ynasizlar, chunki sen uyg'otoqchi deysan, turmayapti chaqirayotganimizni. Eshik taqalatamas edi, chunki men tikonlar bor edi-ku, eshik yonidan o'tamas edi. O'ynada to'g'ri bizni seni uyg'otish uchun, mana shu narsani ko'rsatish uchun kimdir qishloqdan mana shu narsani qo'yib chiqib qolganlar. Sizlar qo'ygansizlar, kim qo'yishi mumkin? Yana bizning qishloqda kim qiladigan ish yo'q. Ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Yo'q, kapot. Nimaga mana aynan meni uyim yoniga qo'yib chiqdi deb qolib qoladi? O'shandek muammo kapot. Faqat sen uying yonida emas, hamma qishloqlarda uying yonida turibdi. Xohlasa bor ko'rib chiq, biz qilganimiz yo'q buni. Hamma qishloqlarda uying yonida turibdi. Kimdir bizani qishloqqa qopqonli qo'yib chiqdi, kimdir masxara qilyapti buni mana. Ay, ezordi hozir olib tashlagan narsalarni kim qo'yib chiqdi? Hozir ko'rsatib qo'yaman. Mayli qishloqlar. Ishondim deylisizlarga hozir ko'rib chiqaman-da. Ha, kapot, bor ko'rib chiqing, qutqarish qishloqlarda ular endi turadi hozir. Mayli do'stlar. Mana buni qaranglar, nima bu tushunmayman. Biz tashima hammasini qishloqlarga ishonish kerakmi, ishonish kerak emasmi? Tushunmayman. Chunki aytayotki, hamma uyan yonida shunaqa kimdir butun qishloqda qopqonlar qo'yib chiqdi. Meni ham uyim yonida kimdir qopqonlar qo'yib chiqdi. Lekin qishloqlar to'g'ri, qishloqlar nima qilarim, qilib yana to'xtanglar, nima bu qummi? Nima kimdir bu ham qopqonmi dema? To'xtanglar, bossam demay pastga tushganman, to'g'ri o'ylayapman. Kapot, bosma buni. Ha, shunaqa bo'ladi. Uy, mana xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ko'rinmas narsa. Mana buni qaranglar, blok bor, lekin blok yo'q. Blok bossam ham naqa pastga tushib ketar ekan. Ha, kapot, bu ustiga tursa pastga tushib ketadi. Bu qo'binatdan shu qolib qolgan. Bo'lmasa mana bularni tuzatib turinglar. Ha, boshqa qishloqlarni qutqarib qo'ying, balki boshqa qishloqlar ham qopqondadir. Kapot, to'g'ri qilasan, boshqa qishloq. Ey, sekin boshqa qishloqlar ham qopqonda bo'lishi mumkin. Kapot, sal sekinroq bo'lsa, bo'lmasa burjiklar bilan yopib boramiz, buni yer bilan ham yopib boramiz, qishloqlar tushib ketmasin. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Shuni bilmadim, hozir ko'ramiz. Kim qilgan bo'lsa ham ko'rsatib qo'yamiz. Sekin. Kim qilganikidan o'sha savol qolib ketyapti. Mayli qishloqlarda va yopib qo'yinglar bu teshikni endi. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ay, oyog'im, nima bu? Obbo, mana qaranglar, nima mana bosib oldim qopqonni, shu kerakdi hozir menga. Obbo, hozir sindirib tashlayman deb sal qoldi. Agar yopilib qolgandan oyog'im tamom bo'lardi. Shuning uchun boshqa qishloqlar tushmasligi uchun olib tashlash kerak endi mana. Obbo, kim qo'yib chiqqanikini hozir o'zimlar men kirka olib kelaman, shu bilan sindirib tashlayman hamma ishlarni. Mana shu qopqonlarni sindirib tashlayman, keyin boshqa qishloqlarni qutqarish kerak. Hozir kirka olib kelaman, kirka olib keldim. Endi mana shularni sindirib tashlayman. Mana kerak emas qopqonlar, yana qatta qopqonlar bor ekan, qayerga tuzak qilib qo'yib chiqqan ekan. Kim qo'ygan ekan? Mana shu qiziqtiryapti meni. Mayli, nima bu tushunmadim. Kim bor yordam beringlar, iltimos. Kapot, sanmisan? Ha, qishloqqa, mamma san qattasan, uy ichidamisan? To'xtab tur, hozir senga yordam beraman. Ha, kapot, bularni bosmang, kapot, bu emas, bularni bosmang, shiliport bo'lasan. Nima, hozir bo'lmasa aylanib yotaman yoningga, hozir to'xtab tur, mamlarni sindiraman, yana qira qutqaraman. O, kapot, menga yordam ber, uyg'onaman, turibman, mana bitta bossam faqat chiliport bo'lib qolibman, mana buni qaragan. Buni bosmanga chiliport bo'lib qolasan, shu bossam kapot. Bo'pti, to'xtab tur, qanaqa qilsam sindiraman, qanaqa qilsam qutqaraman. Menda faqat temirli kirka bor-ku. Bilmadim kapot, lekin o'yindan sig'mayapsanmi o'yindan? Yo'q, baqonaman o'yindan sig'may. Mana buni qaranglar, chiliport bo'lib keldim, tekshirib ko'rdim-da.
qanaqadir вообще boshqa joyda bor bo'lib qolishi mumkin ekan. Mayli ketdi bo'lmasam qanaqa qutqaraman uni bilmadim endi. Kapot qutqar iltimos. Nima qayerdan ovoz kelyapti tushunmadim. Kapot men bu yerdaman oqishloqman kapot. Tushunmadim. Nimaga sen bu yerda yoribsan? Qanaqa qutqaraman seni? Kapotiga bu qanaqa dinamit turibdi. Hozir bitta tursam pog'onlikda bo'ladi. Dinamit sizdir iltimos. To'xta, voy mamnun qilib dinamit qo'yib qo'yibdi kimdir kelyaptindagida yaxshi bilib qopti. Hozir to'xtab tur, qanaqa sekin sindirib olaman. Hozir to'xtab turgan qishloqqa mana shu dinamitlarni olib tashlayman. Hozir seni qutqaraman. Portlab ketmaydimi olsam? Bilmadim, kapot portlamasi kerak edi. Hozir turib ketsam portlaydi, lekin iltimos yordamlashib o'rgan menga. Yo'q, senga yordamlashib o'raman hozir. Tez oldim, bo'ldi, sinmadi, yaxshi bo'ldi. Kapot rahmat, sen katta kim qo'yib chiqdi? Hamma qop qo'yib bitta dursam shunaqa tuzoqqa turib qoldim men. Bilmadim, lekin shu savol qiynayapti. Men kim qo'ygan bo'lishi mumkin shuncha tuzoqlarni bizning qishloqda. Bu hafta boshqa qishloqlarni ham qutqarib kimdir tuzoqqa tushib qolgan bo'lsa, bu hafta qishloqqa men bitta qishloqqa qutqarishim kerak, sen boshqalarni ham qutqarib turgan, men ham qutqarishim kerak edi bittasida. Do'stlar, ketdi bo'lmasam hozir qutqaraman endi uni. Qanaqa qutqaraman lekin bilmadim. Shu yertamsan? Kapot shu yertaman. Menda almoslar bor edi, xo'laysan. Almosni kirqib qo'yasan o'ziga. Nima? Almos bor senda? Bo'lmasam o'yidan otki menga almosni kirqib chiqib kelaman. To'xta, o'zing qilolmaysanmi? Yo'q, kapot, menda cho'pli ham yo'q, bir stakam yo'q. Bo'lmasam rahmat senga hozir kelaman yoniga to'xtab turing, qaqqam qochib ketarding. Mayli, hozir endi men cho'p olishim kerak. Menda cho'p yo'q edi, birinchi cho'p daraxt olishim kerak, cho'p olish uchun. Mana bo'ldi, hozir endi cho'p crafting qilib, keyin almosning kirqa qilaman. Xo'p do'stlar, mana bo'ldi, cho'p qildim. Endi almosni qo'yaman. Ana bo'ldi, almosni kirqa bo'ldim. Almosni kirqani sinsa kerak. Naqadar teleport ekan. Mayli, obsidian sinaykom. Davay sinda hozir seni qutqaraman endi. Jichil ana bo'ldi. Endi chiqsa ham bo'ladi. Rahmat senga katta kapot. Bo'ldi. Qishloqqa san bog'da yig'ib turgan hamma qishloqlarni bog'im deyman. Xavfsiz joyda o'tirib turlaring. Endi nima qilaman dotuvdim. Bo'ldi, bog'ga borib turgan hamma qishloqlar bog'da yig'iladi. Voyman, bosmasa bo'ldi, chilib o'tib ketadi hamma joyga hozir. Qishloqlar, hamma bog'da yig'ilinglar, eng himoyalangan joyda, eng xavfsiz joy. Bo'ldi, kapot. Bo'ldi, hamma bog'da yig'ilinglar. Men hozir qopqonlarni ham tekshirib ko'raman qishloqda. Qanaqa qopqonlar bor ekan yana? Hozir qopqonlar bo'lsa olib tashlayman-da. Xo'p, davay bo'lmasa do'stlar, men hech kim yo'q. To'xta, lekin yordam so'rayapti. Kapot yaxshi. Sen bo'tamin. Nima bo'tdi? Qo'yib yuborgan. Kapot yo'q, kapot. Nima bo'ldi? Nimaga yopdingsan? Qo'yib yuborganman bularni, tovlarni. Kapot qo'yib yuborish kerak emas, bilasanmi? Bu tovlardan dinamit portlaydi. Nima dinamit qo'yganmi ichiga? Kapot dinamit tovlar bo'lsa qishloqda olib ketib iltimos. Dinamit o'ylagan, mayli portlagan o'yladigan deyman. Mayli olib tashlayman hozir. Ma'mur qaranglar, hammasi orqamdan ketyapti. Bo'ldi, ma'mur ko'rasizlarmi? Portlaydigan o'ylagan, portlasa ham bo'ladi. Bizlarning qishloqqa ziyon yetish kerak. Men shu salsik yurish kerak, portlab ketsa xostaman bo'laman. Davay, to'g'ri, sekin bu yoqqa borib bo'laylik. Ana mashta turinglar. Men to'g'ri bilan gaplashaman o'zi. Qanaqa g'alati bo'lib qolman, mayli kerak endi. Bo'ldi, mana mashta turinglar. Men ketdim, men portlasa ham bo'ladi. Chunki momoni ko'rdinglar, dinamit qo'ygan olsam ichiga portlaydigan to'g'ri ekan. Kim buni qo'yib ketgan ekan? Hakersga to'g'ri deydi buni. Nimaga aynan bizning qishloqqa qo'ygan ekan? Mayli, hozir bog'ga boraylik. Hamma qishloqlar o'tda yig'ilgan, shular bilan gaplashib o'raman hozir. Uyimda ham qo'yib qo'yibdi, Mametda ham qumini. Tushunmadim. Qanaqadir tanish yuz. Hozir to'xtanglar do'stlar, to'xtanglar. Axir bu haker-ku. Hozir yoniga chiqaylik, gaplashib olamiz. Hozir to'xtanglar qishloqlar, men tushundim kim buni qilganini. O'zi bilinib turdi, haker. Kapot nima? Salom kapot, yaxshimisan? Yomonman. Nimaga qo'yib chiqdinglar? Nimaga tuzoqlar qo'yib chiqdinglar bizning qishloqqa? Yaxshi bo'pti endi. Biluvdim sizlar qilganinglarni shuni. Hali sizlardan alamni olaman. Nimaga bizning qishloqni qo'yib chiqasizlar? Hozir o'yindan chiqazoraman, adminga aytib beraman sizlarni. To'xtab turgan kapot, seni men grafikni o'chirib qo'yaman. Hozir hech kimga aytolmaysan yig'lab. To'xta.
Obbo, rostdan Minecraftni o'chirib qo'ydi teacher. Obbo, shu teacher. Hozir to'xtanglar-chi, Minecraftdan boshqa kirib ko'ring-chi Minecraftga. Hozir to'xtab turinglar, Minecraftga hozir boshqatdan kirib ko'raman, keyin sizlarga qaytaman. Obbo, teacher. Ana bo'ldi, boshqatdan Minecraftga qaytyapman. Mana bo'ldi, o'ynashni bosaman. Davay. Ana bo'ldi, qishloqlar. Men qaytdim, nima bo'ldi? Men bo'lmaganimda Kapur Grifer bilan teacher ekan. Yerda qochib ketdi xullas. Nima qochib ketdi? Qochib ketadi. Hozir ko'rsatib qo'yishim kerak ularni. Alamma olaman. Obbo, rostdan ham qochib ketdi, lekin ularning kompyuteri qolib ketibdi-da. Qochib ketganidan keyin yetolmayman-da, o'sha teacher qochib ketadi haqiqatdir Grifer bilan. Bo'pti, mayli do'stlar, bo'lmasam qachondir ham alamma olishim kerak uchilardan. Ko'ringlar, bizning qishloqqa qop-qo'lli qo'yib chiqibdi. Yomon bo'ldi qishloqlar bilan bugun, lekin eng kerakli narsa qolib ketdi. Ularning kompyuteri qolib ketdi do'stlar. Nima deysizlar? Ular keyingi videoni masxara qilaymikin? O'sha masxara qilib bo'lganman-da, ular ikkita ahmoqlarni bemalol masxara qila olmayman. O'sha qiziqman sizlarga. Menga ham qiziqmas, o'sha boshqa narsa o'ylash kerak. O'shancha izohlar ochish do'stlar. Bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Nima qilsam bo'lar ekan? Unda yana kompyuter turibdi menda, teacher ekan. Bo'pti do'stlar, bo'lmasam bizada bugun qishloqda Grifer bilan teacher kelib, Grifer chiqib ketdi. Siz ham ularni qop-qo'llar tuzoqli qo'yib ketib, bizning qishloqga like bosish, omilsizdan chiqmasin, keyingi joyimda kuzatishga davom etinglar, sog' bo'linglar.